Keldi mashina haydayapti. To'g'ri jelishibdi. Ha, yo'lda bitta tenta uchrab qoldi. Yaxshi vaqt ushalib qoldi. Ha, bo'pti, qo'yaver. Uying bo'lsa ichaylik. O'tir mashinada bor. Mana so'ravdingmi? Vallahi aytdingmi kelishyapti? Telefon qilib qo'yganman. Bittasi yo'lda kutib turibdi, olamiz. Ravtala qilib sekin ketaveramiz-da. Bo'ldi, meni aytganman chiqib turadigan bo'lishga. Yo'q bo'lmasa sekin yuraveraylik. Vol qildingda suvda otib. Akalashga bo'sh o't tashlab yubordim. Nima qilasan? Bo'shla aka. Rahmat. Aka, rahmat. Sen nima qilyapsan? Rahmat. Ashada o'yna. Nima qilganing bu? Hoji bu. To'xta, hoji. Aka, rahmat. Hoji. Aka. Seni uchrashganim yaxshi bo'ldi, bormisan do'stim? Tanimadingmi hoji bu? Senga nima bo'lyapti? Tilla, qanaqa hoji? Qaysi oshnamiz? Bor ashada o'ynang, a? Inomjon, sen tanimagan bo'lsang ham, men tanidim. Bu billa biz yoshlikda o'sgan og'aynimiz bo'ladi. Buni boshiga kulfat tushgan ekan. Buni istab topa olmayotgandim. Mana o'zimiz yo'limizdan chiqib qoldi. Bunga yordam qilish kerak. Bu holatiga kelishga uyi yonib, oilasini yo'qotganligi uchun shunaqa holatga tushib qolgan. O bardacho'da pullar bor. Avariga Bu bilamida ahvoli nimada? Nima qilasan berib? oshna, bu pul ekan. Meni bu holatga kelishimga do'stimni ancha hissasi tegan. Sen qaydan bilarding? Men buni ko'rib turib hozir bu holatda tashlab keta olmayman. Dunyoni boyligini yig'ib do'stim go'rimga olib ketamanmi do'stim uy qursamda tilla